Assalomu alaykum. Men Gulruh Mamatova, Osra Ismoilovaning o'quv bo'limi rahbariman. Bugun sizlar bilan Yengil bo'ling kursimizning ilhom baxsh etuvchi tizimi haqida gaplashamiz. Har bir kursimizda minglab insonlar bilan ishlaymiz. Ulardan har biri o'zining orzu, umidi, og'riqli nuqtasi bilan bu yo'lga kiradi. Yengil bo'ling bu shunchaki kurs emas. Bu hayotingizni o'zgartirish yo'li. Kursimizda biz insonlarni ilhomlantiruvchi, ularni ozishga undash uchun nominatsiyalar joriy qilganmiz. Har 10 kunlikda barcha guruhdagi ishtirokchilarning natijalarini o'rganamiz va 7 ta nominatsiyamizda g'olib bo'lgan ishtirokchilarga Osra Ismoilova tomonidan vitaminlar beriladi. Ishtirokchilarni taqdirlash uchun nominatsiyalarimiz 7 ta bo'lib, ular quyidagilar: eng ko'p vazn tashlagan ishtirokchi, ya'ni 10 kun mobaynida guruhlardan ajralib turgan eng ko'p vazn tashlagan ishtirokchi, ya'ni bu ishtirokchimiz 3 kilodan 8 kilogacha, hattoki guruhlarimizda bo'lgan ishtirokchilar 10 kilogacha vazn tashlagan ishtirokchilarimiz bo'lgan. Eng ko'p vazn tashlagan ishtirokchi aniqlab olinadi. Keyingi nominatsiyamiz super motivator, ya'ni guruhda boshqalarga o'rnak bo'la oladigan, tushliklarni o'z vaqtida qiladigan, vitaminlarni o'z vaqtida ichadigan, motivatsiyasi bilan boshqalarni ruhlantira oladigan ishtirokchimiz bu nominatsiyasi g'olibi etib tayinlanadi. Olov pazanda nominatsiyasi kursimizda berib borilayotgan retseptlardan foydalanib, ovqat iste'mol qilayotgan hamda chiroyli dasturxonini yasatgan ishtirokchilarimiz bu nominatsiyada g'olib bo'ladilar. Keyingi nominatsiyamiz vitamin mening do'stim. Bu nominatsiyamizda vitaminlarni o'z vaqtida ichgan, berilgan vitaminlarni barchasini iste'mol qilayotgan, vitamin ichishni boshqalarga ham tavsiya etgan ishtirokchimiz nominatsiya g'olibi etib tayinlanadi. Intizom magistri nominatsiyasida vazifalarni o'z vaqtida bajargan ishtirokchilarimiz nominatsiya g'olibi etib saylanadi. Keyingi nominatsiyamiz fitness qirolichasi. Bu nominatsiyamizda bizni kursimizda aytib o'tilgan 10 000 qadamni har kuni yuradigan, berilgan limfa mashqlari, fitness mashqlarini o'z vaqtida bajargan ishtirokchilarimiz taqdirlanadilar. Bugungi kunga qadar kursimizda 500 dan ortiq ishtirokchilarimiz nominatsiyalar bilan taqdirlanishdi. Ular sovg'alarni olishganda bizga ko'plab minnatdorchilik xatlarini yuborishdi. Siz ham kursimizda ishtirok etib nominatsiyalarimizda g'olib bo'lganmisiz? Agar g'olib bo'lgan bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. O'ylab ko'ring, oxirgi marta sog'lig'ingizga qachon e'tibor berdingiz? Agar ortiqcha vazndan qiynalayotgan bo'lsangiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlardan shikoyatingiz bo'lsa, albatta bizning marafonimizda ishtirok eting.